Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Ramazon mufidagi mashhur xonadonimizni sotuvga qo'ygandik. 40 ming AQSh dollariga. Xonadon egalari Qozog'istonga ko'chib ketish uchun hujjat topshirib qo'yganligi sababli hujjatlari уже tayyor bo'lgan. O'shaning uchun tezroq sotish maqsadida uyni yana 38 ming AQSh dollari qilib belgilashdi. Xonadonimizni yana qisqacha obzor qilamiz. Fasad qismi 20 ga 130, umumiy yashash xonalari 8 ta. Umumiy maydoni xonadonimizni xat hujjatlar bo'yicha maydoni 50 sotix. Toshkent shahariga 52 kilometr, Oqqo'rg'onga 8, Bo'kaga 7-8 kilometr. Joylashuv juda zo'r joyda joylashgan. Gaz, svet, suv hammasi bor. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, qulayliklari shaharda aynan mana shunaqa joylar izlab yurgan, chorvachilik shug'ullanaman, chorvachilikman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, juda mos tushadigan joy. Xonadonimizni hovli qismiga kirganimizda mana shunaqa keng, bemalol 2 ta, 3 ta, 4 ta mashinagacha sig'adi. Aytganimdek, mana shu tomonida 3 ta xona. O'tgan safar ham ichlariga kirib ko'rsatmagandik, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hozir ham kirib ko'rsata olmaymiz. Yashasa bo'ladigan holatda. Bu yoqda hammomi. Bu tomonida mana 5 ta xona, bu yoqqa ham kirib yashasa bo'ladigan holatda. Ba'zi bir xonani ichini ko'rsating deganlarga bo'l, buni ichini hozir ko'rsatamiz. O'tgan safar ko'rsata olmagandik. Tak, 5 ta xona. Assalomu alaykum. Bu yoqda bitta zali. Yaxshi, holati yaxshi. Bu tomonda yana bitta xonasi. Bu yoqda bitta xonasi. Xonalari holati yaxshi. Bu tomonida ham bitta xonasi. Mana bu tomonda oshxonasi. Xonalarning holati yaxshi, o'z ko'rib turgan. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu tomonida ariqda suv bo'ladi, kattagina ariq. Molxona. Bu yog'i molxona. To'g'rida yem xonasi. Tepasiga 5 mingdan, bilmayman 4 mingdan press taxlasangiz, sig'dirsangiz ketadi, menimcha adashmasam. O'zi xonadon egalari bu yerda buqa boqishgan ekan. 8 ta 10 tami buqa sig'adi bu yerga bemalol. Bu tomonda ham. Mana bu ochiq joy, uyda orqasi. Mana bu yerda alohida chorva boqsangiz kirgizadigan darvozasi bor. Joylashuvi zo'r joyda joylashgan. Chorva bilan shug'ullanaman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, sizga juda mos tushadigan joy. 38 ming AQSh dollari, yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Akalar, shoshilinglar. Boya aytganimdek, naqd pul bilan kelsa kelishtirib beriladi.